Assalomu alaykum Arzu pishroqlari saloniga kirgan barliq xonimlar. Bugun yutilgan darsimiz yer yang'i praniki. Bu pranikni ketadigan materiallar bo'lsa 70 gram şeker, 100 gram seyrak may, 100 gram yer yang'ini 100 gram, 50 gram quruq üzüm, 150 gram un, 5 gram köpürgüç, 5 gram vanilya, yani xushpuraqa. Xushpuraqni salsanız bo'ldi, samsınız bo'ldi. Bu pranikin təmini təngşəş rolu var. Puraqlıq qıldanğa. Bir dana tuxum ketidi, xanımlar. Muş materiallar ketidi. Əmdə tayyorlash basqıchi o'tayli. Oldi bilan 150 gram unga, 150 gram unga 5 gram köpürgün saldım. Bunu silib yaxshi aralashtirib olamiz. Ama qachoqsa, un bilan köpürgüchni yaxshi aralashtirib qo'ydik. İkinci qadamda 100 gram siyrak mayga 70 gram şeker sep, 5 gram vanilya, yani xushpuraqni silib, bunu to'qliq köpürgüchdə yaxshi aralashtirib olamiz, xonimlar. Saramayın köpürüp müşahet keltirip alganda üstüge bir tal tuxumni çaqdima, bunu yana davamlı köpürümüz. Endi köpürüp tayyor qilib olgan saramay şeker tuxum aralashmasiga unimizni to'kib, bunu yana to'klik chalg'ishda qaytadan köpürimiz, xonimlar. Endi köpürüp tayyor qilib olgan xamirimizga üzümni 2 parça qildik, o'tirsanız üzümni silib, kauçuk palaq bilan tekşi aralashtirib xamir holatida ekilimiz, xonimlar. Endi tayyor bo'lgan xamirimizdan yanaq cho'ngligida üzüp, mesela yumbuloq shart shaklida ekib olgandan keyin bu xasonning meyasini o'tirdan to'g'rab 2 parcha qilib oldik. Buni milaymiz. Buni milab, mana chaplashtirib bo'lgandan keyin bunu mantoxopkining listiga qo'yamiz. Listiga qo'yib bo'lib, üstüne azroq besib, yaproq shaklga keltirib pishiramiz, xonimlar. Mishloq qilib pishirsak bo'ldi. Xonimlar, mana yer yang'i pranigimizni raslab tayyor qildik. Buni endi mantoxopkimizga silib, 180 gradusda 25 minut pishirib olsak bo'ladi. To'xopga soldik, 180 gradusda 25 minut pishirib olamiz. Qizlar, mana bizning yer yang'i pranigimiz pishib chiqdi. Bunun aqımı şunda yaxshi qizarib pishibdi. Ta'miga gap ketmaydi. Mana shu chiroyli pishibdi. Hozir issiq bo'lg'achqa ushtib ko'rgandim. Shunaqa. İşlerden üzümler chiqdi. Shuna yaxshi. Yeyishlik bo'lgan bir praniklardan birisi. Etib, yetlarda sanasatısınızlar. Yetlikda sağlarınızdan birisini tupuldu. Şunun bilan bugungi darsimiz bir yerda oyoqlashdi.